Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda noto'g'ri fe'llar haqida gaplashamiz. Nimaga aynan noto'g'ri fe'llar? Chunki ko'pchiligimiz noto'g'ri fe'llarni qanday ishlatishni bilmaymiz. Nimaga ko'pchilik bilmaydi dedim? Bitta videoga ko'zim tushib qoldi. Arimdapta so'zini arimdapshineyo deb grammatikaga tushilib o'rgatyapti. Keyin ko'rdim va komment qoldirdim. Arimdapshineyoga anira arimdawishineyo ige manningo qasimnida deb komment qoldirdim-da. Men qoldirgan komment 3 ta like olgan, boyagi video 500 ta like olgan. Demak, o'sha 500 ta odam bitta noto'g'ri fe'lni bilmayapti deganida, to'g'rimi? Bu gapim bilan hech kimga negativ bildirmoqchi emasman. O'rgatayotgan odamga men hech qachon qoralab yomonlamayman. Kimgadir nimadir o'rgatyaptimi, unga naborot rahmat aytish kerak. To'g'ri yo'l bilan. Bunaqa emas, bunaqa to'g'riga o'xshaydi. Ya'ni ozgina Shingyong Sojuseyo deydi-da, ozgina e'tibor bering o'sha narsaga degan ma'noda aytib qo'ygan yaxshi-da. Atak negativ emas bu video. Xo'p, tayyor bo'lsangiz, noto'g'ri fe'llar haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Ya'ni qachon o'zgaradi, qachon o'zgarmaydi, shular haqida. Xo'sh, rasmiy grammatikalar qo'shilganda noto'g'ri fe'llarimiz ko'pincha o'zgarmaydi, lekin norasmiy va ulli bilan boshlangan grammatikalar qo'shilganda noto'g'ri fe'llarimiz o'zgaradi. Har bitta noto'g'ri fe'lga bittadan misol aytib ketaman, qisqaroq bo'lish uchun. T noto'g'ri fe'limiz o'zgaradi r harfiga. Misol uchun titta, tiroyo, tirossoyo. P noto'g'ri fe'limiz o'zgaradi u yoki o harfiga. Misol uchun topta, tovoyo, ko'pta, kovayo. Noto'g'ri fe'li hech qanaqa harfga o'zgarmaydi, faqatgina tushib qoladi. Misol uchun nappida, nappayo, yeppida, yeppoyo. Rl noto'g'ri fe'li esa n va pb undoshi bilan yonma-yon kelib qolganda ko'pincha o'zgarish hosil qiladi. Misol uchun salda, samnida yoki mandilda, mandin. Lekin ulli bilan boshlangan grammatikalarda yokida norasmiy grammatikalarda o'zgarish hosil qilmaydi ko'pincha. Misol uchun salda, sarayo. S noto'g'ri fe'li hech qanaqa harfga o'zgarmaydi, lekin norasmiy grammatikalarda va ulli bilan boshlangan grammatikalarda tushib qoladi. Misol uchun natta, naayo. Rasmiyda esa o'zgarmaydi. Natta, nassimnida. Va oxirgi noto'g'ri fe'limiz r. R noto'g'ri fe'li ikkita l harfiga o'zgaradi. Misol uchun parida, pallayo, ko'rida, ko'llayo. Sizlar bilan 6 ta noto'g'ri fe'lni misollarini ko'rib chiqdik va bitta dona qoldi. Qaysiligini bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring. Har bitta noto'g'ri fe'lni grammatikalarga ko'plab grammatikalarga tushlangan variantini topib qo'ydim. Kimgaki kerak bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga plus raqamini qoldirsin. Shaxsan o'zim yuborib beraman. Keyin video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like chani qizartirib, koreys tilida noto'g'ri fe'llarni bilmaydigan do'stingizga yuborib qo'ying.